2025 yil 30 iyun kuni soat 21:21 da Milliy telekanalida Meni sev, o'zbek serialining kutilgan 76 qismi efirga chiqadi. Bu serial o'zbek televideniyesining haqiqiy durdonasiga aylandi va yangi qism ham tomoshabinlarni hayratda qoldirishi turgan gap. Sevgi, drama va chuqur his-tuyg'ular bilan to'ldirilgan hikoya har bir qadamda qahramonlarga hamdardlik uyg'otadi. Meni sev, sevgi va hayotiy sinovlar o'rtasida muvozanatni ajoyib ushlab turadi. Bu uni har bir tomoshabinga yaqinlashtiradi. 76 qismda asosiy qahramonlar munosabatlarining yangi jilolari ochiladi, kutilmagan burilishlar va hissiy sahnalar qo'shiladi. Rejissyorlik ishi hayratlanarli, har bir kadr muhitga to'la, aktyorlar esa o'z rollarini ekranda chin dildan yashaydi. Ayniqsa madaniy nozikliklarning nozik yetkazilishi serialga o'ziga xos iliqlik bag'ishlaydi. Musiqiy hamrohlik his-tuyg'ularni yanada kuchaytiradi, ssenariydagi samimiy dialoglar esa yurakni larzaga soladi. Meni sev shunchaki serial emas, balki sevgi va matonatni qadrlashni o'rgatuvchi butun bir hikoya. 76 qismni o'tkazib yubormang, bu o'zbek kino san'atining yana bir marvaridiga oshiq bo'lish uchun sabab bo'ladi.